Assalomu alaykum.像这个的话，就是显示这个是货品票价，也是刚刚留下这个出现的这个设备上的。Zanjirda eng degan nima? Zavod. Ichida xohlagan stanoy chiqaraveradi ekan. Zakaz qilsa 那它这个操作的话，它就是做这个实物的话，它只要把数字上它就hozir bu mana加速的速度会高一些。bilingda. Hozir Trabilkani nima qilyapti? Bu xohlagan stanoy yasaveradi zavod. Просто zakaz qilinsa bo'ldi. Granulyatorni nima qanday stanoy? Xohlagan stanoy yasaveradi. 1,5 ming ishchi bor ekan. Eng degan. Misolcha atsaklab deyishlari bo'ladi. Yoki o'sha juda qiyin narsani nimalarni ishlatilmaydi. Juda qilishni ishlatiladigan u piyoda aylanib chiqishga juda qancha vaqt ketadi. 它不是有两个，就是等于说把这个东西放进去。这个应该不算大的了，是吧？对，这个对立墨来说不算大的。bu tegirmon toshi deb shuni aytadi. Tegirmon toshlarni 看他看的这个东西，就是准备用来发货的。bular paketga qilib eksport qilishga tayyor qilinishdi. Nima deyapti akalar? Bormi og'riq? Bular zapchaslari eksportga tayyor. Qanaqa stanoyga berishsa, o'sha stanoyga o'zlari elektrik nimalar yashilari hammasi o'zlari moslab beradi. Mana yana bitta yaxshi tomoni hamma stanoyga eksport qilishdan oldin sinovdan o'tkaziladi. Biz faqat sinov uchun ishlatiladigan发热了。对，它出厂前会zavodini ko'rinishi. Bu bitta oshxonasi, mana tasavvur qilyapsizmi? Shu ishchilar oshxonasi, mana u ofisi. Va ketgan zavod. To'g'ri degan to'g'ri. Bu mashinani klientlarni kutib olish uchun faqat. Hozir obedga chiqib ketyapti hamma. Yaxshi niyat qilinglar inshaalloh. Biz ham O'zbekistonlarga